38-misolda berilgan ekan. AOB burchi 140 gradus, GOsi 40 gradus. Oyi nur AOJning OD nur SOBning bisektrisasi. Xullas mayt bilan mayt teng. Mayt bilan mayt teng. Mayt 40 gradus bo'lsa, bular endi 50 gradus bo'ladi. Mayt 50 bo'ladi. Mayt ham 50 bo'ladi. 25 dan bo'ladi. To'g'ri 25 dan bo'ladi. So'ralgan narsa YOD. YOD 25 ga 25 qo'shsak 50 plusdan 40 90 bo'lar ekan. Keyingi misolimizda